Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Xayrli tong, kuningni xayrli o'tishini tilagan holatda bugungi ishlarimizdan bitta muammoli avtomobil Lada Niva 21214 Urban. Bu mashinada bo'lgan holat ketib turgan holatida siltab qoladi, xalosda xodga o'tib qoladi. Undan tashqari qo'zg'alayotgan paytingiz bo'g'ilib qoladi mashina. Shunga o'xshash muammolar bo'ldi. Bunga sabab oddiygina tormoz pedal datchigidan bo'ldi. Chunki bunda ikkita signal, bitta signal to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga, ikkinchi signal orqa stop chiroqliga, keyin undan yana kompyuterga ham boradi. Shu holatda bizda mana hozir ishlashi ikkitasini to'g'ri ideal holatda ko'ribdi. Lekin muammo bo'lgan paytda ikkinchi signaldan kelayotgan simni yo'lda ketib turgan holatda tormoz bosilmagan taqdirda ham bosdi degan ma'lumotlar kompyuterga borgan. Ya'ni ikkinchi signalni pitaniya simi, o'sha signalni ketgan simi pitaniyaga ulanib qolish oqibatlari kuzatilgan. Biz buni topib to'g'rilab berdik. Hozir ikkitasi shtatni holatda ishlayapti. Xudo xolasa, ukamiz ishlari bitdi. Do'stlar, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziqarli videolarni biz joylab boramiz, xudo xolasa. Like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Barchaniga sog'lik, salomatlik tilagan holatda Bobur avtoservis sizlar bilan.